Assalomu alaykum azizlar. Qani topinglarchi? Kim meni oldimga keldi? Bolajonim, ukajonim. Madagan, sog'lik, rahmat. Va albatta haligi nima deydi? Tog' Garani deb, Magomed deb gari deydi-ku mana. Biz oshga bora olmagan bo'lsak, oshni o'zi bizga keldi mana. Mana. Ukajonim, qo'shganimdan qo'sha qarigan. Otani duosini olgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Otani duo qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Chunki otani bolaga, bolani otaga duosi Alloh taologa beparda boradi. Hikmat aka, farzandingiz orzusi ko'ring. To'ylarim bor bo'lsin. Inshaalloh mayli to'yga bora olmadim. Hozir ko'zimga yosh kelyapti. To'yga bora olmadim, lekin Emiratga boramiz. Butun xalqimiz Xudo xolasa kutayotgan bayramda farzandingiz taqdim etadi. Dadajoningni qilgan orzu, umid, havaslari mana sanda Xudo xolasa ro'yobga oshadi bolajonim. Baxtli bo'lgan, qo'shganlar bilan qo'sha qaringlar. Oshchi rahmat. Bugun endi Xudo xolasa bayram bo'ladi. Hammaga rahmat. Duo qilinglar. Duoda gap katta. Inshaalloh Emiratda bir tani bir jon buyuk O'zbekiston bo'ladi. To'ylar bor. Qani o'g'lim och. Abduqodir Husanovning to'yida oshida dasturxonga nima qo'yilgan bo'lsa, hammasi kelibdi. Osh. Voy. Mayli. Azizlar, Tanjoningiz sog' bo'lsin. Duoda bo'lgan hammaga rahmat. Abduqodir ukajonim baxtli saodatli bo'lgan. Allohning panohida ota-onasining duosini olgan, el xalqning duosini olgan yigitsan bolam. Bas, hamma narsa dasturxonda nima bo'lsa kelgan hammasi. Xudo xolasa, agar jahlim chiqsa, haligi to'yga kechik payt boraveraman, lekin rahmat. Alloh O'zbekiston. Inshaalloh bu oshli kuchlari Emiratda ko'rsatiladi.